Nega qalb o'lganda bo'lmaydi motam? Nega sudlanmaydi xiyonatkorlar? Menimcha, qotildir jamiki odam, jabrlanuvchi o'lgan ko'ngillar. Qilgan qilmishidan afsuslanish yo'q, go'yoki rozidek ko'ngillari to'q. Bitta inson qalbin nogiron qilib, yurarlar bearmon, jilmayib kulib. Chunki uni ham hissi yo'qolgan, uning qalbini ham kimdir qotili. Ko'ngil o'lib tana sog' qolgan, tepsang tebranmaydi tosh qotgan dili. Nega qalb o'lganda bo'lmaydi motam? Nega sudlanmaydi xiyonatkorlar? Aytaymi, bu qonun nega chiqmaydi? Chiqsa, ozodlikda hech kim qolmaydi.